Bir kuni Salohiddin oldida hadis rivoyat qilindi. Unda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni kulganliklari haqida gap bor edi. Roviylar kulsa ham Salohiddin kulmadi. Undan so'rashganida u shunday javob berdi: Aqso salibchilarning qo'lida ekan, men qanday kulaman dedi. Chunki uning maqsadi bo'lingan ummat yengiladi, birlashgan ummat g'alaba qiladi deb ummatni birlashtirishga va ularni dushman qo'lidan ozod qilishga haris edi. 1193-yil 4-mart kuni Salohiddin Ayyubiy vafot etdi. Ammo uning g'oyasi va maqsadlari vafot etmadi. U jang maydonida o'lmadi, ammo butun umrini jihad va xizmat bilan o'tkazdi. Qadri ulug', hayoti esa sodda edi. Salohiddin Ayyubiyni eslaganda biz iymonni, adolatni, Quddusni, ummatni g'amini, xolis xizmatni yodga olishimiz kerak. U 1193-yili 4-mart taxminan 55-56 yoshlarda vafot qilgan. Damashq shahridagi Umaviylar masjidi yaqinida joylashgan maqbaraga dafn qilingan.